Assalomu alaykum, xayrli kun, qadrli YouTube kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Sizlar bilan ayollar salomatligi va foydali maslahatlar YouTube sahifasi. Demak, bugungi video orqali biz bolajoningizning jinsini kichik muddatlarda islomiy hijriy kalendar asosida qiziqish uchun birgalikda aniqlaymiz. Demak, bo'lajak farzandning jinsini bilish nafaqat onajonlarga, balki otajonlarga ham juda ham qiziq bo'lgan quvonchli lahzalardan biridir. Demak, homilaning jinsini aniqlashning 15-20 xil taqvimlari va shuningdek taxminiy usullari mavjud. Ularni jamlagan holatda siz mutaxassisni aniqlatmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada berilgan lichka orqali, Telegram sahifasi orqali mutaxassisga bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Demak, hijriy kalendarda davomida sizga hijriy kalendarni ham beraman va shuningdek bunda aniqlash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Ya'ni hijriy kalendar asosida homila jinsini aniqlash uchun birinchi o'rinda bizga onaning hijriy yoshi kerak bo'ladi. Buni avval ham sizga hisoblab ko'rsatganman. Va shuningdek oxirgi hayz kerak. Oxirgi hayz nima uchun kerak? Bu orqali tug'ruq muddati beriladi. Tug'ruq muddatidan esa 9 oy ayriladi va o'sha oyda bizga kerakli javob chiqadi. Demak, taxminiy onani 1997-yil 5-yanvar deb sizga misol qilib avvalgi videolarda ham berganman. Aytaylik, ona 5-dekabrda tug'ildi deb olamiz bu safar. 5-dekabrda tug'ilgan onaning demak hijriy yoshi 28 yosh bo'ladi. Videoda 5-yanvar berganman, e'tiborli bo'ling. Demak, onaning yoshi 28 yoshda. Onani oxirgi hayzini olamiz. Tug'ruq berilgan oyni olaylik yaxshisi. Onada tug'ruq berilgan oydan 9 oyni ayirib tashlaymiz. Bunda kelib chiqadigan javobda bizda kalendarda qaysi jins vakilasi bo'lish ehtimoli mavjudligini ko'rsatadi. Ogohlantirib o'taman, 100% usul mavjud emas, ammo qiziqish uchun onajonlarimiz, otajonlarimiz bu usulni sinab ko'rishlari mumkin. Demak, onada 28 yoshlik onada 2-oy, fevral oyidagi homilasining jinsi katta ehtimol bilan qizaloq bo'ladi, ya'ni safar oyi. Bu hijriy kalendar bo'lganligi uchun oylar nomi islomiy berilgan. Shuningdek, yuqorida yoshlar yozilgan. Bunda 18 yoshdan 45 yoshgacha uzog'i topilsa agar bu taqvimda unchalik keng berilmagan 48 yoshgacha bo'lgan onalarda homila jinsini aniqlash ehtimoli mavjud. Q harfi berilgan, bu qizaloq.